Masalan, baliq uchun suvdan boshqasi azob deydi-yu. Ya'ni baliq suvdan boshqa narsani hayot deb bilmaydi. Ko'p misol keltiraman. O'sha qurbaqa ham balchiqdan boshqa narsani hayot deb bilmaydi. Ya'ni qurbaqa uchun ham balchiqdan boshqasi azob. Masalan, o'ylab ko'ring, siz yashab yurgan hayotingiz yomon bo'lsa-yu, siz aslida yaxshi hayotni yomon deb bilsangiz. Masalan, hayotimizda o'ylab, qanaqa hayot bu o'zi, qanaqa kun kechiryapman, nimalar bilan bandman degan narsani inson sarhisob qilish kerak ekanda. O'shaning uchun inson uchun eng og'ir narsa, haqiqatan ham og'ir bu. Siz doimiy ko'nikib qolgan hayotingiz yomon hayot bo'lsa va siz uni yomonligini bilmay qolgan bo'lsangiz, siz ko'nikib qolgan bo'lsangiz unga, bundan yomoni yo'q. Haqiqatan ham inson uchun og'ir bu narsa. Shuning uchun ham inson yaxshi yashash va yomon yashash degan narsani aniq qilib olish kerak. Va bu savolga o'zi javob berish kerak emas. Agarda insonni o'zining savoliga o'zi javob topsa, hamma o'zini hayotini yaxshi deydi. Hamma o'zini yashayotgan hayotini zo'r deydi. Hatto men bittaman deydi. Men eng yaxshi yashayapman, men baxtliman deydi. Masalan, ko'pchilikdan so'rasangiz-da, lekin inson haqiqatan ham shu to'g'rimi? O'zimga berayotgan bahoyim to'g'rimi? O'zimning hayotimga berayotgan bahoyim to'g'rimi yoki noto'g'rimi deb haqiqiy o'lchov bilan o'lchab qo'yish kerak. Bo'lmasam, o'sha eng qo'rqinchli narsa sizga ro'para bo'ladi. Ya'ni siz zo'r deb yashagan hayotingiz aslida yomon bo'lib chiqadi.